aksiya davom etadi akalar. Bugun yana maza qilasiz, xudo xolasa. Akalar, bugun mollar narxini eshiting. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Bir chetdagi shvetimiz aksiyaga akalar. Mana o simentalimiz aksiyaga. Simentalni zo'rini kutgan akalarimiz, uruqqa tashab qo'yaman deydigan akalarimiz, bunaqa narxlarni hamma joydan ham topavermaysiz. Bunaqa narxlar faqatgina Ulug'bek akaga bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro Uz kanali muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar, hafta kuniga xo'p, seshanba 2026-yilning 17-mart kuni Buxoro viloyati Peshku tumani Navbahorga akalar Navbahorni Ulug'bek aka trendga chiqarib yubordilar, xudo xolasa. Aksiyaga mol qo'yib akalar trendga chiqib ketdi hammasi akalar mollarimizni. Bu yoqqa akalar, bu yoqqa Greyfortimiz bor, yana bitta Oqbosh paroda tish buzmagan buzoq ekan akalar holi. Endigina tish buzish boshlaydi, xudo xolasa. Holi beradi, anchagina vaqti bu. Mana shu mollarimizni akalar ma'lumotini beramiz, videomizni o'tkazmay ko'ring. Agar sizga narx-navosi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Muxlislarimiz salomatmisiz? Assalomu alaykum, hurmatli chorvadorlar, hurmatli muxlislar, hurmatli hamkasblar. Mana bugun yangi partiya mollarimiz keldi, aksiya qilib, yengil qilib beramiz Baxshilarjon. Yengil bo'ladi. Bo'ladi. Ikkita molimiz bugun aksiya narxiga chiqadi deb aytdingiz aka. Bugun bitta shvetimiz va bitta simentalimiz aksiyaga ketadi, xudo xolasa. Simentallar akalar, bu yini eshiting, narx-navosini eshiting, ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqavering. Ulug'bek aka, shu yoqdan boshlab ketaylik. Birinchi o'ringa. Baxshilarjon, bu yillari 17 bu gibridimizni. Bu oqsil bo'lib yaxshi bo'ldi. Bu oldin ham bir chiqdi bu, o'shandan keyin oqsil bo'ldi, bu yaxshi bo'ldi. Buni Baxshilarjon 20 aytamiz. Chiqib ketadigan joyini buni 17 million qilib beramiz. 20 aytilishi 17 million so'm ketishi. Ketish shunday. Bir, ketdi. Ikkinchisi akalar, Greyfort. Yeyishiga qarang akalar. Greyfortimizdan Baxshilarjon oldiroq kelgandi, bu ham oqsildan chiqdi. Oqsildan chiqdi, yeb ichish sog'liqlari, oyoqlariga garantiya. Buni 23 aytamiz. Chiqib ketadigan joyimni 21 million qilib beramiz. 21 million so'm. Ulug'bek aka, mollarimizni yeb ichish sog'ligiga necha kun garantiya? 3 kun garantiya beramiz. 3 kun garantiya beriladi. Havodan keladigan hech kim garantiya bera olmaydi, men ham bera olmayman. Demak, oqsil bilan dermatitga garantiya hech kim bera olmaydi, siz ham bermaysiz. Yo'q, dermatit mayli garantiya beraman, dermatit yo'q mollarim. Oqsilga garantiya bera olmayman. Oqsilga garantiya berilmaydi. Shunday. Akalar, videomizni boshidan ko'rayotgan akalarimiz, oqsilga garantiya berilmaydi. Boshqa narsaga, yeb ichish sog'ligiga, to'rtala yo'q sog'lomlikka 100% garantiya beriladi. Shvedga o'tdiga. Aksiyaga bu. Shvetimiz Baxshilarjon 1.16 lar bu yillari. 1.16 lar. Mana bu narxini 17 million aytamiz. Xo'sh, chiqib ketadigan joyi buni 15,5 million qilib beramiz. 15,5 million so'm chiqib ketar joyi akalar. Yemga tayyor, yeb ichish sog'liklari yaxshi. Akalar, 16,5 million so'm, 17,5 million so'm, 16 million so'm atrofidagi buqalarimiz hammasi aksiyaga hisoblanadi. Chunki mana bu bo'ylik molni, mana bu etlik molni akalar hamma joyga aksiyaga beravermaydi. Bu faqat Ulug'bek akadan chiqadi, xudo xolasa. Keyingisiga o'tdik aka, mana yeb ichishga e'tibor qiling, molimiz turishiga e'tibor qiling. Bu yillari 17 lar bor Baxshilarjon. 17 lar bor. Buni o'zining narxini ham 17 aytamiz. Chiqib ketadigan joy 15,5 million qilib beramiz. Ikkalasi bir xil bo'ldimi? Bir xil bo'ldi. 15,5. Bu ham akalar 15,5 million. 15,5 million qilib beramiz. Ikkalasini bir joyga olsangiz, yana ozgina xayriga o'tib beriladi akalar. Xayri bor. Shved, oqbosh bilan gibrid. Shunday. Bu ham Baxshilarjon oldiroq kelgan molimiz oqsildan chiqdi. Ha, yeshiga e'tibor qiling. Yeb ichishlari ming buni. Bu silafan tagiga bu issiqlagan ozgina. Mana akalar qo'ytir hisoblanmaydi. Bu issiqlagan hisobga chiqib ketadi. Yosh oli. Buni 20 million aytamiz. Chiqib ketadigan joyimni 18,5 million qilib beramiz. Yashang. 18 million so'm keyingi buqamiz. 18,5 million. 18 million 500 ming so'm. Xo'p, qizil cho'l paroda. Qizil cho'l paroda bu yillari 1.25 deylik. Bu yillari 1.25. Ana buni Baxshilarjon 21 aytamiz, chiqib ketadigan joy 19 million qilib beramiz. 20 million so'm, 21 million, 19 millionga qilib beramiz. Xo'p, qizil estonlardan. Qizil estonimiz Baxshilarjon bu yillari 1.25-26. Buni 22 aytamiz, chiqib ketadigan joyini buni 20 million qilib beramiz. 20 million so'm bo'lsa buqa ketdi demak. Ketdi. Bu nimadan chiqqan bu? Tirik vazni necha kilo chiqadi Ulug'bek aka? Taxmin yaxshi bo'lasiz-ku. 40. Ha, shu yerda, plus minus. 340-350 kilo atrofiga. Ana endi akalar simentalga yetib keldik. O'sha aksiyaga qo'yilgan molimiz, demak mana shu molimiz. Bu 10 oylik buzoq Baxshilarjon. 10 oylik buzoq kichkina chichalarga turibdi holi. Ana baratishga deydi. Shunday baratishga. Buni bu oqsil bo'lib yengil o'tkazgan. Bu aniq odamni uyidan oldim buni. Buni 27 aytamiz Baxshilarjon. Aksiya dedik, aksiyaga o'xshasin. Aksiyaga o'xshasin. Xo'sh. Buni 25,5 million qilib beraman.
25,5 million so'm bo'lsa bu yerga ketdi. Semental buqa akalar 25 million 500 ming so'm. Shunday. Ana endi akalar Estonga o'tamiz. Buqamizni bu yoq tomondan ham bitta ko'rinishiga e'tibor qiling, bichimiga baho berasizlar akalar. Oqsildan toza chiqqan, olib o'zini tortib olib o'zigacha uncha kelmagan. Shunday. Lekin yeb ichishi 1000. Ketdik Estondan. Estonimiz Baxshirojon 132 kilo bo'yi. Zavodga o'ta qo'l variant akalar. 132 kilo, bu ham oqsil bo'lib yaxshi bo'lgan. Aha. Oqsil bo'lib yaxshi bo'lgan. Buni 25 million aytamiz. Chiqib ketadigan joyini buni 22 million qilib beramiz. 22 million so'm bo'lsa buqamiz ketdi. Ketdi. Demak, akalar mollarimizni hammasini ma'lumotini eshitdingiz, narx-navosini eshitdingiz. Bu yoq tomondan bitta ko'rsataman molimizni akalar. Mana umumiy ko'rinish akalar. Mana. Xohlang Eston oling, xohlang semental, xohlang qizilcho'l, qaysi parodani siz xohlasangiz, o'sha paroda sizga yetkazib beriladi. Dastavkalarimiz aka, Buxorodan tashqariga ham chiqamizmi yo Buxoro bo'ylab? Chiqamiz Baxshirojon. Kechaki safar 3 dan 4 ta nimaga Zarafshonga kelishilgan olga olib keldingiz. Navoiy viloyati. Navoiy viloyati Zarafshonga nima qilib berdik? Aha. Xullas Kelishilgan holda. Aha. Dastavkalarimiz akalar boshqa viloyatda kelishilgan holda bor. Xohlang Greyford akalar Patsosdan chiqqan Paltarashkaga yaqin borgan desam ham akalar Paltarashkaga bormagan. Yil hisobiga ko'p bo'lsa 1 yoshar atrofiga buqamiz akalar. Mana bu yoqqa akalar endi buqalarimizga bitta e'tibor qilasizlar. Orqa tomon korpuslarini sal yaqinroq qilib ko'rsataman akalar. Mana. Birinchisi, ikkinchisi, demak, xo'p, shved bilan oq bosh parodani gibridi akalar, mana orqa tomondan ko'rinishi. Oq bosh parodani gibridi deganim akalar bu 100% go'sht yo'nalishiga 100% o'qiydigan varianti. Bu akalar qizilcho'l paroda, mana unisi Eston akalar. Eston kutgan akalarimiz uchun qizilcho'l parodan orqa tomondan ko'rinishi, Estonni orqa tomondan ko'rinishi akalar. Mana bu akalar sementalimizni bitta bichimiga baho berasizlar akalar. Mana bu semental. Orqa korpus ko'rinishiga bitta baho berasizlar akalar, mana. Mana orqa korpus ko'rinishi, ust qismlarini ko'rinishi e'tibor qilasizlar akalar. Buni ham narxini eshitdingiz. Bu akalar aksiyaday bo'lsin deb Ulug'bek aka yengil qo'yib yuboradi. Bemalol yengil narxlarga olasizlar. Ko'pchilik akalarimiz Ulug'bek aka zo'r narx qo'yadi degan akalarimiz, mana sizga yana yangi partiya Ulug'bek akadan. Bu yoq akalar ketdik. Mana Estonimiz. Mollarimizni akalar hammasini ma'lumotini berdik. Chu, sal yurchi. Shu jonivor. Chu. Mana akalar. Oyoq qismlarini ko'rinishi, tuyoqchalariga bitta e'tibor qilasizlar. Xullas, mollarimizni qaysi sizga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz, narx-navosini o'z uchun yengillashtirib olasiz. Ulug'bek akadan buqa kutgan akalarimiz, buqalarimizni zo'rlarini olaman deydigan akalarimiz aloqaga chiqing, narx-navosini o'z uchun yengillashtirib. Mollarning soni ko'p emas, lekin sifatiga baho berasiz akalar. Qaysi sizga ma'qul, o'sha molimiz sizga yetkazib beriladi. Dastavkalar Buxoro bo'ylab. Yeb ichish sog'ligiga o'sha 3 kun edi-a Ulug'bek aka? 3 kun garantiyasi bor, faqatgina oqsil bilan dermatit, ya'ni oqsilni o'ziga garantiya berilmaydi. Mollarimiz mana shu yerdan kelib o't tashab, yedirib ko'rib tanlab olasiz yoki onlayn savdolashadigan akalarimiz bo'lsa, onlayn savdolashib mollarimiz orasidan tanlab kimga qaysi ma'qul shunisini olib ketaverasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar demak.